Assalomu alaykum qarindoshlar. JavaScript'dan asosiy yurish darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 12-qismlik darsimiz. Bu darsimizda yanılam oldingi qismlik darsimizning oxiri Java'ning amallari yoki mashg'ulotlaridan, ya'ni Java operationsning davomini tanishtiramiz. Biz oldingi qismlik darsimizda hisoblash mashg'ulotlarini tanishtirgan, ya'ni qo'shish, ilish, ko'paytirish, qoldiq, oshirma, birlik kemaytma, increment deb. Endi bu qismlik dersimizde biz silishtiruv mashg'ulotlarini tanishtiramiz. Buni silishtirish mashg'ulotlarini inglizcha comparison operator deydi. Comparison operator buni silishtirdi. Ya'ni buni biz to'liqsizda yoki boshlang'ich degan tengsizlik yoki tenglik degan amal shu. Bu hisoblash mushu JavaScript hamda o'zining JavaScript o'zininki hisoblash mashg'ulotlaridan sirtgan oldingidan so'zlagan. Hisoblash mashg'ulotlaridan sirtgan qanda silishtirma mashg'ulotlari bor. Masalan, ikki qimmatning cho'ng kichikligini silishtirdi. Birisidan cho'ng, birisidan kichik yoki tengligini yoki bo'lmasa shuning to'g'ri xatoligini boolean orqali silishtirdi. Unda men amaliy misol bilan tushuntirib qo'yay buni. Qolgan bir torbatni ichib inspect nasaqanda console chiqdi, sel cho'ngaytay. Bu yagona emas, comparison operators, ya'ni silishtiruv mashg'ulotlari yoki silishtiruv amali. Odatda biz intayin oddiy bir raqamni bilamiz. Bir bilan bir tengmi? Teng. Shunqanda boolean orqali true deydi. Boolean orqali true, to'g'ri deydi. Shunaqa. Unda 1 bilan 10 tengmi? Teng emas. Xato. False. Yani JavaScript mi bu o'zininki qanda mushunga asosan ikki tarafni silishtiradigan qanda silishtirma amallari va yoki silishtirma mashg'ulotlari. Buning ichida biz tunjilab o'rganganimiz nima deganda birinchisi tenglik. Ikki qimmatning tenglikligini. Masalan, 1 bilan 2 alımız bir tengmi? Teng. True deydi ana. True deb chiqdi. Shunaqa. Unda bo'lsa, bu sonlaqlama emas yana. Harf tizimdagi string ishlaydi. Masalan, name ne? Mehmet dey. Name ni Mehmet. Unda bo'lsa shu name Mehmet tengmi? Tengmi, true mi false? False. Neymişqa? Çünkü bu JavaScript qanda case sensitive deymiz, ya'ni mush harfning cho'ng kichiklik qanda intayin sezgir bo'la. Ma kichik bir harf o'xshamay qolib qolsa, bu teng bo'lmaydi, ikkisi o'xshamaydi. Stringda. Shuni diqqat qilaylik. Hamda yana bir muhim diqqat qilgan bir nuqta. Qarasanglar. Ma JavaScriptda ikki qimmatning tengligini qanda ikki tenglik bilan ifodalaymiz. Unda bo'lsa mush ikki tenglik bilan bir tenglikdan qanday farqi bor? Ikki tenglik bilan bir tenglikdan qanday farqi bor? Buni hattolik sizlarning Uzran internet so'rashim mumkin agar xizmat qilib qolsanglar. Buning farqi bir tenglikda qanday qimmat qo'yamiz. Masalan, age teng qancha? 12 deb qimmatini belgilaymiz. Lekin ikki tenglikda ikki tenglikda sol tarafda o'ng taraf tengmi deb deymiz. Masalan, age qanchami? 13 mi desaqda false, xato deb chiqadi. Bu qanday boolean shu. Ya'ni birinchisi qanday tenglik. Ikkinchisi uch tenglik endi. Uch tenglik. Bu uch tenglikning ikki tenglik bilan qanday farqi bor deganda, bu JavaScriptda, boshqa tilda emas, JavaScriptda. Boshqa tilni o'ylab olmanglar. Qanday farqi bor deganda, ma ikki tenglik faqat o'ng bilan sol tengmi deydi. Sonliq ma'lumot tipi bilan ko'rinmaydi. Lekin uch tenglik sonliq ma'lumot tipi, ya'ni variable, sonliq o'zgarish miqdori bilan qanday sezgir shuningga qaraydi. Masalan, biz bir son shaklda naql qilib 30 deylik.
30 bilan ma 30 tangmi? İki tanglik bilan qilgan chaqda tang deydi. Chunki bu JavaScript u o'ylaydida, bu aqliy ixtiri va buning ya'ni sun'iy aql. Stringning ichidagi, qo'shni aqlning ichidagi bu 30 bu son deb bu qanday qilalaydi? Toniy oladi. Ammo buning sol tarafdagisi string bu. O'ng tarafdagisi nima? Int, integer, son. O'ng tarafdagisi son, sol tarafdagisi harf tizimsi, ya'ni son bo'lgan taqdirda harf tizimsi. Endi biz mush 30 ni 3 tanglik bilan desak, ikkisi qanday tang bo'lmaydi. False deydi. Chunki endi bu data type bilan munosabatlik. Data type degan soliq ma'lumot tipi. Cho'qim o'ng bilan sol bir data type bo'lish kerak. Ma sol string bo'lgandan o'ngmi cho'qim string bo'lish kerak. Sol son bo'lsa o'ng son bo'lish kerak. 3 tanglikning farqi shu. Endi uchinchisi bu yerga tang emas. Ma'go ikki belgisi ikki tanglik tang deyotganmiz-ku. Tang emasni nima deymiz deganda, undash belgisi emas deganini bildirdi tilda. JavaScriptda undash belgisi emas. Bir tanglik qo'ysak tang emas deymiz. Masalan, 1 bilan 2 tang emas. True deydi, to'g'ri deydi. Mehmet bilan cho'ng harflik qanda? Cho'ng harflik Mehmet qanda? Tang emas, true deydi. Chunki tang emas bu ikkisi. Undash belgisi qanda? Emas deb cho'qim tanglikni o'ng tarafga yozamiz, undash belgisidan. Hargiz manda emas. Endi bu kelgan to'rtinchisi nima deganda, bu mu tang emas, lekin 3 tanglikning qanda? Tang emas. Bu yerda 3 tanglikning bo'lishi uchun qanda? Bir tanglikdan unga undash keldi. Ya'ni 30 bilan string 30 bilan son 30 tang emas. True mana. 5-inchisi men ma'ni qanday qilib dey? Clear qilib dey. 5-inchisi cho'ng. Buni bilamiz-ku? Cho'nglik belgisi, tangsizlik uygangan-ku. Masalan, 2 qanchadan cho'ng? 1dan cho'ng. To'g'ri-ku? 4 qanda? 5dan cho'ng shunami? Unda emas, xato, false deb chiqdi. Endi 6-inchisi qanda? Kichik. Xuddi matematika qilmoq o'xshaydi. 1 nechadan kichik? 2dan kichik, shunaqa? 45 kichik 46. To'g'ri? Ham 46 kichik 46 desakchi, false. Bu ikkisi tang, shunami? Endi masalan biz string bilan 30 bilan kichik 31 dan desak qanday? True deydi. Chunki yana deganimdek JavaScriptda bu stringning ichidagi sonni qanday? Harf aralashmasi bo'lmaydi. Buni oching masalan 30 deb harf aralashmasam u vaqtda false bo'ldi. U vaqt o'xshamaydi. Cho'qim son bo'lish kerak. Sap son bo'lsa, faqat sonlan bo'lsa demakchi. Undan keyin toniy oladi. 7-inchisi bu kelgan. Cho'ng yoki tang. Cho'qim tanglikni o'ng tarafga yozamiz. Qanday ahvolda bo'lishini? Cho'ng yoki tang. Masalan 45 cho'ng yoki tang 45 dek to'g'rilamdi? To'g'ri bo'ldi, chunki tanglik yoki cho'ng yoki tang. Shunaqa? 345 cho'ng yoki tang 9. To'g'ri? Endi eng oxirgisi balkim paraz qilib qo'ygansiz, kichik yoki tang. Bir kichik yoki tang 1 desak to'g'rilamdi? To'g'ri bo'ldi. Chunki tanglik belgisi bor emasmi? Yo tanglik kuchli bo'lish kerak yoki kichiklik kuchli bo'lish kerak deyman. Ma'no tanglik kuchli bo'ldi degan gap. Undasa bir ma'no ichidagi kichik yoki tang 1 bo'lamdi. Bu to'g'ri. Chunki men degandek stringning ichidagi sonni qanday? JavaScript o'qiy oladi demakchi. Bugungi comparison operators, ya'ni selishtirma mashg'ulotchilarininki
Müşahigicha so'zlaymiz. Agar tushunmagan nuqtalar bo'lsa, asl inkos shaklida qoldirsangiz bo'ldi. Rahmat.